Usta o'yinimiz boshlandi bag'i. Metr o'yinimiz. Hozir mana shundan bitta yog'ochni ko'rsataman. Agar santimetrga metrini to'shni aytadigan bo'lsangiz, mukofotiga 1,5 million so'm beraman. Qani ketdi. Bu o'yinda usta va uyda egasi ishtirok etishi mumkin. Keling. Mana shu baland taxtadan mana shunisi necha metr va necha santimetr chiqishi mumkin. 4-3 chiqadi. Sizga 4-3. Uyda egasi kim? Aka, ayting, bitta razmer ayting. Ha, boshqa 4-3. 4-3. Bo'ldi, vakil baq. Shu Muzaffar aka, yo o'z ushing mana shuni. Qani nechiga? Hozir agar ikkovlaring ham 4-3 deyapsizlarmi? Agar 4-3 chiqadigan bo'lsa 1,5 milliondan 3 million beraman ikkovlaringga. Qani bismillah. Jicha qopti, ozgina mana. 4-17 ekan. 3 million yutib olishingiz ozgina qolibdi. Keyingi safar kelsalaring yana xudo xolasa o'yinda ishtirok etaverasizlar. Usta materiallar qalay aka? Ishingizni bitkazib berdimi? Xudo xolasa a'lo. Narxlar ham xudo xolasa. Normal. Tavsiya qilasizmi? Materiallar zo'r. O'shaning uchun kelamiz. Rahmat. Narxlari ham zo'r. Narxlari ham zo'r mana. Ishimiz bitirib beriladi. Kelaverasizlar, mana shu yerdan Tatim taxta bozori bizda narxlar qulay.